Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi darsimizda endi switchning ichiga ko'proq kirib boramiz. Demak, tarmog'imizda mana bu switch qurilmamiz edi. Buni ichiga bitta bosib kirsak, quyidagi oyna ochiladi. Bunda orqa fon oq bo'lib turibdi. Aslida esa, demak, biz real hayotda u ko'pincha dasturchilar qora qilib oladi. Masalan, demak, keling bu quyida orqali real qurilmamizga kiramiz. Yonimizda turibdi. Mana shu qurilmamizga kiramiz hozir. Bunikini oldingi darsimizda ko'rib o'tgan edik. Portimiz 5-komportda edi. USB-miz ulanib turibdi va ochib olamiz. Mana quyidagi o'yinimiz ochildi va mana shu demak bu switchning asosiy interfeysi hisoblanadi. Ko'rinib turibdi. Demak, switchimizning asosiy interfeysi. Hop, endi yana ichkariroqqa tushunadigan bo'lsak, bu switchning foydalanishni 3 ta demak darajasi bor. Ya'ni xavfsizlik jihatdan 3 darajaga bo'lib qo'yilgan. Birinchi darajasi foydalanuvchi darajasi, foydalanuvchi darajasi demak oddiy sozlashlarni ko'rishi, demak tanisha olish mumkin. Asosan ma'lumot olish uchun mo'ljallangan. Ikkinchisi demak imtiyozli darajada ma'lum bir huquqlar beriladi, o'sha sozlashlarni amalga oshiriladi. Va uchinchisi esa demak global daraja hisoblanadi va bunda deyarli barcha huquqlar mavjud. Xo'p, mana shu 3 ta darajadagi foydalanuvchilarga o'tib olib foydalanadi. Va ularni qayerdan bilaman desangiz, mana birinchi kirdingiz va mana bu yerda qarang, bitta strelkacha belgichasi, mana shu belgicha turibdi. Bu oddiy foydalanuvchining belgisi. Endi keling unga o'tamiz. Ikkinchi darajaga o'tamiz, ya'ni imtiyozli darajasiga o'tamiz. Imtiyozli darajasiga enable so'zini yozamiz, enterga bosamiz va imtiyozli darajaga, ikkinchi darajaga o'tdik. Xo'p, bizga hozir parol, xavfsizlik narsalar hech narsa qo'yilmaganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri o'tkazib yubordi. Endi albatta administrator uni parollab, to'g'rilab, chiroyli qilib qo'ygandan keyin bu ikkinchi darajaga o'tish bu darajada oson bo'lib ketmaydi. Keyingisi, mana bu yerda qarang, reshetgacha belgichasi turibdi. Demak, biz imtiyozli darajada ikkinchi darajadamiz deganini bildiradi. Uchinchi darajaga qanday o'tamiz? Uchinchi darajaga configuration terminal degan demak so'zni qisqartmasi. Mana shuni bosib, demak, enter bosamiz. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, qovurchaning ichida unga o'tdik. Config deb yozilib chiqdi. Mana shu global darajada. Xo'p, global darajadamiz hozir. Birinchi daraja. Shundagina belgicha. Ikkinchi daraja reshetka. Ma'lum bir huquqlar bor. Uchinchi daraja demak config so'zi bor. Global. Va bunda eng ko'p huquq bor bo'lgan imkoniyatlar mana shu. Endi orqaga qaytamiz. Orqaga demak bitta orqaga qaytamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bitta orqaga qaytdi. Ya'ni biz global darajada imtiyozli darajaga qaytdik. Xo'p, konfiguratsiya bo'yicha demak ma'lumotlar albatta saqlanib boriladi. Xotirasida. Endi yana bitta orqaga qaytdik va foydalanish darajasiga tushdik. Xo'p, endi yana boshdan kelaylik-da. Demak, foydalanuvchilar tushundik. Foydalanuvchilar 3 ta bo'lar ekan, ularga qanday o'tib borishni ko'rdik. Albatta bularni yozib yodlab oling. Albatta uyda ham bajarib boring. Xo'p, ana endi biz qanday ishlaymiz deganda, buyruqlar yozish orqaligina demak Cisco qurilmalarimizda ishlaymiz. Buyruqlar juda ko'p. Xo'p, buyruqlarimiz bilan tanishib olamiz. E'tibor bering, mana shuncha buyruq chiqdi. Buyruqlarni o'tgan darsimizda aytganimizdek, enter qilib bitta ko'rib olishimiz mumkin yoki space yozib ko'proq tanisha olishimiz mumkin. Demak, mana shuncha buyruqlarimiz mavjud ekan. Ko'ryapsizmi? Xo'p, bu foydalanuvchi darajasi. Albatta bu imtiyozli darajada
rejimda yanada kengayadi, imkoniyatlar kengayadi. Hop, globalda bundan ham kengayadi. Lekin shu yerda bitta qonunimiz bor. Keyin shovni ko'ramiz. Shov bilan tanishib olamiz. Mana shov buyrug'i bor. Shov buyrug'ini yozdim. Importni bosdim. Nima deyapti? O'zlari ma'lumot beradi. Xo'p, mana buni buyruqni yonida show running system information, ya'ni tizimdagi ma'lumotlarni beradigan buyruq deyapti. Tizimda nimalar borligini show bilan siz bilib olishingiz mumkin. Endi uni esa mana bu yerda tushuntiryapti. Keyingi qadamingda xo'p, yaxshi shovni yozding. Keyin nima qilishing kerak bo'lsa, so'roq belgisini qo'y deyapti. So'roq belgisini qo'yamiz showdan keyin. Demak, so'roq belgisini qo'ysak, showdan keyingi qanaqa buyruqlar borligini ko'rib olishimiz mumkin. Xo'p, ko'ryapsizmi, showdan keyin shuncha buyruqlar bor. Aslida qolganlarida bu darajada ko'p bo'lmaydi. Chunki show bu ma'lumot beruvchi buyruqligi uchun deyarli sozlashlarni hammasi, masalan, IP'ni sozlaysizmi, DHCP bilan sozlaysizmi, access list qilasizmi, bularni hammasini sozlanishini ko'rishingiz kerak. Holatini ko'rishingiz kerak. Albatta shu buyruq ko'rsatib berish kerak. Lekin bularni ichiga kirsangiz, bu darajada ko'p bo'lmaydi. Xo'p, endi shularni ichidan keyingi daraxtda, ya'ni u qatlam-qatlam bo'lib ketaveradi buyrug'imizni. Keyingi qatlamni olamiz. Bizga shu yerda nimani ko'rishimizni xohlaymiz. Xo'p, qo'llanmamizda yozib qo'yganmiz. Keyin mana shu qo'llanmamiz bo'yicha ketaveramiz. Ko'p narsani ko'rishingiz mumkin. Show IP DHCP ga o'tib boraveramiz. Xo'p, show IP. Yana enter bossak, nima deyapti? Tugatilmagan buyruq deyapti. Hali biz yakuniy buyruq berib bo'lmadik. Ikkita so'zdan iborat bo'lsa ham hali yakuniy buyruq bo'lmadi. Demak, yana nimadir bor bundan keyin. Bo'ldi, mayli deymiz. Klaviaturamizda tepa belgisini bossak, o'sha oxirgi yozgan buyruqlarimizni chiqarib beraveradi. Mana shu IP'ni men qayta yozyapman. Shunchaki o'zi chiqarib beradi. Yana so'roq belgisini qo'ydim. Xo'p. Show IP'dan IP, IPS, IP6larni yozishingiz mumkin bo'ladi. Yo, bizga to'liqroq ma'lumot beramiz. To'liqroq ma'lumot berish uchun esa biz qo'shmasdan ajratib bitta joyga tashlab. Endi bu yerda mana maxsus buyruqlar bor. Ya'ni show IP'dan keyin ham yana qancha buyruq yozishingiz mumkin. Mana shu buyruqlarni yozishingiz mumkin ekan. Shularning ichida biz DHCP buyrug'ini olamiz. Mana DHCP buyrug'i. DHCP show items in the DHCP data. Ya'ni DHCP ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni ko'rsatib beramiz demoqchi. Top DHCP yozdik. Yana enter yozdik. Yana incomplete format. Ya'ni hali yana buyrug'imiz tugamadi. Yana tepani bosamizda yana so'roq belgisini olamiz. Nimalar yozishimiz mumkin desa, mana shu yerda hashni demak olsak ham bo'ladi. Buyrug'imizda mana shunday mana hash make bazetga o'tib boraveramiz. Bu buyruqlar hammasiga bir xil emas. Hop, so'roq belgisini qo'yamiz. Yana hashni qaranglar yozinglar dedim. Hashdan keyin yozgandan keyin nima chiqadi? Make bazetlar chiqadi. Make bazet bo'ynagi ro'yxatimizda ko'rib turibsiz. Make bazet. Make'larni ko'rib olishimiz kerak-da. Nimasi qanaqa make'lar bor, ularni ko'rib olamiz. Sekin-sekin bunaqa tushunib olamiz. Enterni bosamiz. Yana tugallanmagan. Tepaga bosamiz va so'roq belgisini bosamiz. Va make bazetni o'zini ham sub, ya'ni uni ham qo'shimcha narsasi bor ekanda. Sub degani uni osti degani. Uni ostida ham yana nimadir bor degan. Ya'ni make bazetda ham sub buyruqlari bor ekan. Ost buyruqlari bor ekan. Client ID, MAC address, range, statistics.
Hop, mana bu yerda bularnikini yana ya'ni uni yana ostida buyruqlar mavjud. Keling shu yerda tugatamiz. Ko'rishimizda va shu yerda statistik bilan tugatib qo'yamiz. Statistik yozamiz, enterni bosamiz. Hop, endi e'tibor bering, statistika ma'lumot berdi. Mana shu yerda statistik ma'lumot berdi. Hozirgi holat bo'yicha. Tushunarlimi? Demak, biz bu bo'yicha tanishib oldik. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamimiz hop, bu buyruqlarni qanday ko'rib borishlarini bildik. Bularni hammasini bildik. Exit buyrug'i orqali bitta orqaga qaytamiz. Lekin agarda siz o'sha unga qaytaman Ent yoki Ctrl Z qilsangiz, ikkinchi rejimda, imtiyozli rejimni oxiriga o'tadi. Ya'ni buni ko'rdingiz, sap bo'lib ketaverdi-ku. Mana bu yerda ichiga kirib tursiz. Hozir biz ichiga kirmaganimiz uchun bo'ladi. Keyinchalik ko'rib boramiz. Bitta orqaga qaytish exit yo'q. Birdaniga ikkinchi rejimga qaytish Ent va Ctrl Z bilan bo'ladi. Tab esa bu juda ham kerakli, ya'ni dangasalanishi, ya'ni siz buyruq boshini yozasiz. Buyruqlar o'zi sizga hozir ko'p ko'rinishi mumkin, aslida joyi ko'p emas va strukturasi aniq. Shuning uchun tabni bossangiz, o'zi kelib qolgan joyingizdan shundagina yozib yuboradi. Masalan, n yozaman, tabda yozaman, enable yozib beradi. Ko'rdingizmi? Demak, tab mana shu narsani vazifani bajaradi. Ketdik, mana ichiga kirib oldik. Hop, undan keyingisi va o'zini enable taklif qiladi, nimalardir qo'shimcha ma'lumotlar berar ekan, global regionlar va host name. Endi keling biz nima qilmoqchimiz? Mana shu switchimizni nomlamoqchimiz. Nomlash uchun esa bizga haqqi nomlayman. Siz bilishingiz kerak, qaysi demak buyruqlar qayerda bajarilishi. Hostname buyruq, ya'ni switchni nomlash imkoniyati imtiyozli darajada, ya'ni ikkinchi darajada mavjud. Shuning uchun demak o'shanga murojaat qilishingiz kerak, o'tishingiz kerak. Xo'p, demak mana bu yerda hostname deb yozaman va switch 1 deyman. Enter bosaman. Yo'q, bu xato deyapti. Chunki biz oliy imtiyozli darajada emasmiz, biz foydalanuvchi darajadamiz. Demak, biz imtiyozli darajaga o'tamiz. Enterni bosib, va mana bu yerda host name yozamizda S1 yozamiz. Enterni bosamiz. Hop. Host name hatto bunda emas deyapti. Ya'ni imtiyozli darajada emas. Host name global darajada ekan-ku. Demak, mana shuni yodda tutishimiz kerakki, qaysi darajada, qaysi imkoniyatlarga ega. Endi shu narsa ko'p ishlataverganingizdan keyin o'zidan esingizga qolib ketaveradi. Conf T esdan demak global daraja. Mana 3-darajaga o'tdim. 3-darajaga o'tdimda mana shu yerda yana host name yozdimda S1 yozdim. E'tibor berasizmi? Demak, foydalanish darajada ham bir xil kod, demak imtiyozli darajada ham bir xil, demak global darajada ham bir xil narsa yozaman. Va nima bo'ldi? Mana sizga nomi, ya'ni switchning nomi o'zgardi. Xo'sh, buyruqlari nimaga ishlamayapti deyishingiz mumkin. Ya'ni buyruqlarni bilib qo'yishingiz kerak. Qaysi darajada u buyruq ishlaydi, shuni ham bilishingiz kerak. Xo'p, shunday qilib switchimizga berdik. Endi qurilmalarimizga kirib, MAC adresini ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, keling. MAC adres bo'yicha keyingi darsda qoldiramiz.